voy man siskasini ochib man unaqa narxga sotolmayman. 2000 bo'ladi-da, iPhone uchun sotvaman, $2000 Yo, jalab $700 olaman. Voy qo'shiyon dollar, 750 bar ekanmi? Mayli. Keyin yibanashka savol beradi, jalab. Ani bola mensimaydi-da. Anaqa 17 ga kelaverasiz, assalasiga o'zim qo'y qilib beraman deb, mana qildi, hozir men $700 olaman deb ustiga 1,5 ming qo'shasiz bo'ldimi? Ani qiz как будто jinnini yoqadi-da. Bo'ldi, hozir men sizga sassiq mashinamni olib beraman. 1,5 ming ekan, oldida ham tappa tayyor dollar. Shiq mana 1,5 ming ekan. Voy jala 1,5 ming ekan, o'rtoq. Realda unaqa bo'lmaydi. Uzr, men boshqa joydan olaman. Mana shunaqa qaysi Blin, quskim keladi. Voy, yana bitta qiz chiqibdi-yu, jalab. Dешевый кроссовка yana bir quyov kiyib olganda, jalab. Nima anaqa qilyapti, jalab. Mashinanimi? Mashina olyapti. Zanu dalbayob bola-ki. Ha, o'rtoq, jalab, qiz bor-u. O'zi tema nima bunaqa bo'ladi? Voy, qaysi qiz o'rtoq? Dешевый qizmi? Shunaqa bo'ladi-da-yu. Ha, qaysi qiz o'rtoq? Aqlli, sipo, juda ham chiroyli kelishgan, qaddi qomati, 30 ga 30 qizmi o'rtoq? Ha, alhamdulillah. Ha, hozir shu qiz bilan gaplashib oling o'rtoq. Bo'ldi, jon quvor, bo'ldi. Keling, yaxshi qiz, ana qiz ham ona qo'tirib. Shiq. Assalomu alaykum. Shumob kelgan tachkiz? Men velosipedda yuraman, qanaqa mashina olib keldingiz? Yo'q. Blin, yo'q, yana-chi 80 gradusga o'zgaradi, tushib. Xuyet qilasizmi menga? Nima bo'ldi, yaxshi qiz? Nima bu mashina? Nima bu mashina? Yo'q, tvoy mать. Давайте, men mazgim qotirmay ketdim, naxu. Qiltirqina qiz bo'ladi. Qiltirq. Iltimos, normalniy odamlarni olib chiqinglar-da, basharasi yeydigan jalab. Mencha bolalarni ko'zi ko'r, ana qiz bo'lsa bo'ldi-da, jalab. Kiyim, yurish turish, sochi yuvilmagan xuyovi qizni olib chiqib yana. Men sizga Blat, mencha pizdes quskim keladi bor-u. Qirilgan bu mashina menga bunaqa mashina olib kelmay. Yo'q, yana u qiz mashinani tushunmaydi. Yo'q, yana BYD sotyapti. BYD. Anu, блядь, 100 ming распродажада sotadigan krossovkani kiyib olgan qizga. BYD. Men kim ko'ryapsiz? Bilasizmi? Men vashi pishkom yuradigan qizman jalab. Bo'lmaydi bunaqa sassiq mashinalar. Blin, vashi yemagan-da bor-u. Voy, blin, по-моему, shunchun ham videolari rekka chiqsa kerak deb o'ylayman shularni. Yaqinda yozib boraman shularga borum. Cho'choq. Nadi, kutizga nechta cho'choq sig'adi? Qaliz. Blin, oldiga o'tirib ko'ra. Yo, anu bolachim, videoda ko'rdinglar, telefonda o'rtog'i bilan gaplashyapti-da. O'rtoq, kecha qiz bor-u. Ha, shu Milashga keluvdilar-da. Hozir gaplashib oling, o'rtoq, men senga qo'raman. Ani o'rtog'i so'ramaydi, o'zi po faktu realda. Jala, qaysi qiz o'rtoq? O'zi qiz bola oladimi? O'zi jala boshqa. Bo'ldi, brat, bo'ldi, aloqadaman jigar. Mana shu mashinam ani bolani ham gapirishga qisqim keladi-da. Yaxshimisiz, tuzukmisiz? Ha, voy jalab, ko'chada просто kan peshxodda o'tib ketayotgan qiz olganmi? Yana qiz bilmaydi, chipa videoga olayotganini bilan. Men o'zim chiqib beraman yaqinda shunaqa videolarga, точно. Shunaqa yasa beraman, xuyet qilib qolasizlar. Nayzani gul. Men kelasini nima deyapti? Tushunmadim. 278 ta odamdan 2 ta odam yozyapti. Просто охуеть. Ani qiz o'tirish yomon, mashinani ko'rganda ustidan ham ko'rmaydi, ichiga oldiga o'tirib olarkan. Yemagan просто. G'iybat uchun qildingiz. Men oldindan g'iybat qilaman. Просто yengi qo'shilgan bo'lsangiz, momoshga xabaringiz yo'q. Buyurmaydi. Charchadim. Ay, o'ysish bering, yo'q, uzr.
Qanaqa video gapiryapsiz? Ana uyushtirilyapti, tipi mashinasi bilan bilaysiz anaqa. Voy, блин, inson qatorida bor u. Повезло, man ko'rmaman o videoni. Pizdes, распродажda figa odam yozyapti, kelmayapsiz, yo'qmi? Uzr. Mashina reklamasi emas-da, nima reklamasi? U qizlik ekanda. Mashina sotadi, Vivaja sotadi. Masanga nima mashina olib ketganini bilasanmi sen? Gentra yobni vrot Gentra haydashni ham bilmaydi, haydamagan videoda. Prosta o'tirib sigaret oyog'i bilan shiq. Masanga nima mashina olib ketganini bilmasanmi? Bля. Блин, просто cringe. Manimcha qotishimiz uchun qo'ysa kerak. Uzr, shart vazga можно. Neziha. Uni aytmayapman. Bitta qiz, anu, Neftema qizi chiqyapti-yu, shularni aytmayapman. Men sizlarga spark olib uni ko'rmaganman. Voy, bilin, men sen spark olib kelmayapman. Блин. Shiq oyoqqa oldim. Realniyda buni boru. Anu bola cho'qinib turadi-da. Uni gaplashib. Voy, yana bittasiga oldim. Anu qiz yerga urib tashlayapti-da, anu qiz. Kelin keldi yor. Gapirib tashay, menchi nervlarim ko'tara olmaydi unaqa videolarni. Men ham ko'rgim kelib ketdi. Ko'rgis kelmasa, qilgis kelib qoladi. Kimligini bilmayman. Shunaqa videolarga tushayotgan qizlar bolalarni aytmayman. Qanday meni miyamning ichidagi nervimga sizni qo'tog'ingiz bo'lishi mumkin. Menga prosta keltirib bering, menga deystva qiling, davay. Men davay ko'rishib olamiz-da, men nervimga qanday sizni bulbulingiz shuna qo'yib qo'yishingiz mumkin. Menga qilib bering shunaqa ishni. Prekin kelyapti jala men bola. Shunda men ko'ryapti, tirs ishtonini yechib sovuq havoda bulbulgan muzdaydan yuvib qolgan. Даже barsikka bulbul ko'rdi. Keyin qanday nima degani bu gap? Nervizga qo'tog'im, блядь. Bom o'zi. Malinki tako. Menimcha shunaqa kichkina darajadan nerv bilasizlarmi? Kichkina bo'ladi. Shunaqa bo'lsa kerak sizni bulbulingiz. Nervizga dalba yo'q, блядь. Am bo'lmagandan keyin nervlarga qo'yib yursang kerak-da, sanga ham qiyin. İstanbul'daman yor. Keling. İstanbul'daman. O'chala borib ko'rishim. Keling, İstanbul'daman. Buni men yibanat kallasida men bu hozir men bitta turgan chimodanimni olib, shiq bilet olib, shiq qilib uchib ketishim kerak. Iltimos, meni asabim buzmanglar. Lichkizga bolla bulbulni rasmini tashlaydimi? Qiziqayotgan narsasini qarab jalam. Ko'rgizga otdim Usmonova. Sizchi men bu glavniyizdan mamnaqa tushgan rasmingizdan hech kim bunaqa bulbullarga qiziqadigan qiz deb o'ylamaydim-da, sponni yoqiring, iltimos. Mo'y sovchi-povchi chiqib qolaman, to'liq bola tiqilib yotibdi, hozir yozadi. Siz mamnaqa yozing. Undan ko'ra primo o'qiguncha bomdod o'qisangiz bo'lmaydimi, yaxshi qiz? Tayinlaning, undan ko'ra turib tahorat qilib, makiyajlaringizni yuvib, tirnoq kipriklaringizni yechib tashlab, siz men uzoqdan qo'yuring bu amlarni singlim. Men buni lekin fanatiman, bulbulni ham tashab turaman. Lekin siz qo'yuring singlim deyapman men sizga. Telefon nomeringizni bera olasizmi? Bir og'iz bitta gap. Jalim ekansizda, ertaga onajon, otajonlar men sizga yuzga yuborsam-da,
Sekin atlas ko'ylaklarni kiyib, ko'k choy damlasangiz. Biz o'zimiz sikishib turamiz mashinaga. Shunaqa desangiz, shunaqa bolalar chiqadi. Siz uni qisonlab beryapsiz. Endi mana bu bolalar ham xiyat qilib qo'yapti-da. Bolalarga ham qiyin. Nech pul olasan? Qayerdan? Usta Dilmurod. Jila bular, jila. Bor, shasamiz sizlar. Nodira. Ertaga 7da Hiltonda ko'rishib olamizdir. Qarang, o'zim o'qimashgachadan beri. Siz planingiz bo'yicha men ertaga ertalab turib, popishlarimni yuvib, soat 7da Hiltonda kutib turishim kerak. Voy, yo bilach, qaysi kalla bilan yoshadi shunaqa bolalar. Tushunmayman, tasavvur qilolmayman bu bolaga kirib. Ay, men sizni ertaga anaqada sassiq bo'yinda kutaman soat 5:30da. Xo'pmi, kelasizmi? Boraman. Ertaga как раз 7da svidankam bor, fake account bilan. Borib bir ko'rishib keling shu bilan. Chaqiryapti-yu endi Hiltonga. Borib kelaman qizlar. Hilton naxuy. Voy, tobi bilmayman, uzr-u. Lekin chiqib ketyapti. Yo, bularga bitta mamu kipri qo'yib qo'ysangiz, liba labingiz mana bunaqa bo'lsa, siz am bo'lasiz уже. Shuncha odam shu ikkitasi yozyapti, bilyat. Fanatlarim ko'pmi deyman-da. Fanatka bo'lmasdan yozib turinglar, iltimos. Ko'toga to'yibsiz. Ha, aden to'ydirib qo'ydi-da.